Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yangi obyekt boshlaganmiz. Sizlarga ko'rsatib o'taman. Bu ham ko'pi. Rekonstruksiya qonuniy ishtirobi ishlari bilan devorlarni уже ishtirob qilib chiqdik. Devorlarini ishtirob bilan chiqdi. İşlerimiz devam etmekte hazır. Ben kabel tortishlarni o'zi boshladim. Shogirdim devorlarni kesib tayyorlab beryapti. Mana qani ko'rishlar mumkin, qanaqa akkuratniy qilib kesilgan. Tekisligini aytmoqchiman, to есть prinsipi juda ham muhim narsa. Bu yerda o'z kabellarni tortib tayyorladim. Mana ikkita xona, bitta pitanya kiryapti. Xonalar kichkina, ko'rishinglar mumkin. Ikkitadan rezitka bor. Ikkitadan, to'rtta led bo'ladi. Bitta led o'zi bitta bo'lgan. Endi to'rtta qo'yamiz. Mana ikkita bu yerda, ikkita mana bu yerda qo'yamiz. Bo'ladi. Xo'p, bu yerda kulchatil bo'ladi. Xo'p, ikkitamiz narigi tomonidan xuddi shunday. Xonalar soni где-то 18 ta. 18 ta, koridor 19, примерно shunaqa. Bu yerda shet bo'ladi. Solnечный panellari bor. 20 kilovat. Solnечный panellarni uстановка qilamiz. Kameralari bor. Kameralarni uстановка qilamiz. Hop, bugun 3-ish kunimiz. Nasib bo'lsa, Xudo xohlasa yana 3 kunlarda Xudo xohlasa tugatamiz obyektni. Oxirgi rezultatlarni ham Xudo xohlasa qo'yib boramiz. Keyingi videolarda kanalimizga kuzatib boringlar. Qiziq va Xudo xohlasa yangi proyekt o'ylaganman. Общий mana obyektlarni boshidan oxirigacha olingan videolarni montaj qilib, Xudo xohlasa kanalga qo'yib boraman. Undan keyin ko'rib kuzatib borasizlar. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Obuna qo'yishni unutmanglar. Rahmat.